Assalomu alaykum. Hammaga jigarlar, nima yapsizlar? Biz Bahrom kanaliga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan DLS nastroykalarni to'g'rilashda o'tamiz. Gaplashamiz. Bugun nastroyka haqida bo'ladi. DLSda ko'pchilik adashayotgan va nastroykani buzib, bu yaxshi o'ynamayotganlar uchun nastroykani 0 dan 100% ishlaydigan eng zo'rini ya'ni ko'rsatib o'taman. Hop, unda boshlaymiz. Hop, biz shunga o'tamiz. Mashg'ulot. Penalty fix, correct. Bu har bitta tepkamiz 9 ga ketaveradi. Bu nastroykadan qilganman eplab. Hop, buni qanday qiladi? Mana power save turibdi. Birinchisi bu avtomatik turish kerak, avtomatik turish kerak. Kamera tub turibdi. Kamera tub mana shu silent turish kerak. Bu go to TV bular bo'lmaydi. Silent turish kerak. Kamera distant turibdi. Bu 70% bo'lish kerak, ya'ni quick super offline online bo'lish kerak. Time boots turibdi. Bular hozircha offline turish kerak. Hop, tak. Keyin multiplayer chat bu online turish kerak. Tak, keyin bu yoqqa o'tamiz. Display o'tamiz. Player name radar turish kerak. Radar online turish kerak. Permanent plane nameslar online turish kerak. Hop, keyin directions market va online bulk orders to right turish kerak. Ok, bizga market bu ham turish kerak. Credit display bu ham turish kerak. Of kamera audiolar endi o'zingizlarga bog'liq, nima qilishinglar. Tak, vaqti qiziq emas. Play bunga o'tsak, hop, after switch bu media turish kerak. Top tepishlar osonroq bo'ladi-da. Eng katta xato shunda qilishyapti ko'pchiliklar. Tak, unda 9 vash kirmaydi topinglar. Bunda hazikamni to'g'rilab tepib qo'ysanglar ham 9 ketdi-da, gol, 100 talik gol bo'ladi. Agar shu nastroyka xuddi shuni, bitta screenshot pauza qilib turib qilinglar, xuddi shuni. Keyin buni shuni qilinglar, xuddi shunaqa qilib 100% ishlaydi. Bu audio, keyin bu. O'zim ham shunda o'ynayman. Cross assistant online turish kerak. Keyin tak, bitta Dunyo shuna turish kerak. On medium on. Keyin bu ham PlayStation. Tak, keyin bular media X on turish kerak. Shu bilan zarbalardan ana urasizlar. Urishinglar ana bulardan. Asosiy nastroyka shular. Buni pauza o'zingizlar qilib olishinglar mumkin. Mana bu audio shart emas. Keyin bu asosiylar shular. Hop, keyin bitta nastroykamiz bor. Bittadan bu FPS ana 60 media for open ace 3 turish kerak. Shu asosiy normal o'ynaysizlar, mana qatmasdan zo'r maza qilib o'ynaydigan shunda bo'ladi. Dilsiga ham tez kirib, tez ketib zo'r maza qilib o'ynaysizlar. Nastroyka shunda ko'proq gol urishinglar ehtimol почти 100% bor shu nastroykada. Videomiz shu bilan yakunlanadi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, ko'rishga davom etinglar.